Hazrati Nuh alayhissalom bir kuni kemada uzumning urug'ini yo'qotib qo'ydilar. Shayton yashirib qo'ygan edi. Aytdiki, agar uzumni 3 marta sug'orishni menga topshirsangiz, topib beraman. Rozi bo'ldilar. Vaqtiki yerga tushib, uzumni ekdilar. Shayton 3 marta sug'ordi. Avval tulki qoni bilan, so'ng bo'ri qoni bilan, uchinchi to'ng'iz qoni bilan. Shuning uchun uzumdan chog'ir qilsalar, ozroq ichgan odam tulkidek har kim bilan do'stlashib ketadi. Keyin bo'ridek har kimga zo'ravonlik qiladi. So'ng to'ng'izdek axlatlarga bulg'anib yotadi, hech ishdan qaytmaydi. Keyin Nuh alayhissalom 2 marta sug'ordilar. Avval jannatdagi suv bilan, keyin salsabil suvi bilan. Shuning uchun uzum shirin va barakali bo'ldi.